Assalomu alaykum bolalar, qanday kunlar yaxshimi? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men yaqinda shu qisqa qilib iqtisod to'g'riliq bo'lgan yangi xabarlardan sizlarga so'zlab berib videolarni chiqaryapman. Sizlarning to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Bu videolarni rasmiy ishlab kirishtirib, muzika, rasm, videolarni kirishtirib ishlasam, uningga oz deganda 15 soatdan 20 soatdek vaqtim ketar ekan. 15 soatdan 20 soat vaqt men uchun 1-2 haftalik vaqt ekan. U chaqda bu iqtisodniki yangi xabarlari yangi bo'lmay qoldi 1-2 haftalardan keyin. Shuni sizlarga eng qiziq vaqtida eng yangi uchurlarga erishishinglarni kapolat qilish uchun mushtaq naq maydon qilgandek videoni chiqaryapman. Ham mushtaq qisqa sifatlik yig'inchoqlik qilib chiqarishga tirishyapman. Sizlarni bu tarafdan to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Ham menmi bu haddan tashqari bilimlarni davomli yana haftada bir qitim chiqarishga tirishman. Ularniki sifatlarini kapolat qilaman. Bularmi menimcha nihoyat muhim. Bu iqtisod uchun nihoyat muhim. Ham tarixda o'tgan nurg'un cho'ng iqtisodchilarning hammasi o'rtaq o'rgangan bir bilim bor. U bo'lsa falsafa. Ham nurg'unlari o'sha falsafani nihoyat muhim deb qaraydi. U iqtisod bilimlaridanmi shu iqtisod uchun muhimroq deb qaraydi. Chunki falsafani o'rgangan odamlarning kallasi texnik jiroqroq yerlardan, cho'ngroq yerlardan, qutlarniki tishdan chiqib bir narsalar qarashni bilalaydi. Nazariyalarim o'xshamaydi. Shunga cho'ng iqtisodni qarashga shunday mayir keldi. Shunga men bu haddan tashqari bilimlarni iqtisod bilimlarimiz uchun nihoyat muhim deb qarayman. Unda olsa bugun biz o'zimizning gapiga qaytib kelsak, nurg'un odamlar mendan shu YouTube'da necha pul topa olasiz deb so'rabdi. Shunga men sizlarga bugun ko'rsatib beray. Amaliyotda men hozirgacha YouTube'ni ochqili 1,5 yillik bo'lib qoldi. Lekin bir punchami kirim qilib boqmadim. Chunki buniki kanalni boshlagandan keyin pul kirim qila oladigan holatga yetish uchun ikki talibi bor. U bo'lsa birisi 12 oyning ichida 1000 obuna bo'lish kerak. Uni qarab baxsak, hozir meniki orallam MD 900 odamga yetdi. Undan keyin yana birisi 12 oyning ichida cho'qim 4000 soat ko'rilishi kerak. Lekin men hozirgacha shunday tirishib baxtim, haftada 2 qitimdan videolarni chiqarib baxtim degandek, shunday tashviqlarni shunday qildim. Amaliyotda nurg'un pullarni xarjladim. Mayli kompyuter bilamdi, sistem bilamdi yoki chiroq, kamera, mushlarning hammasiga. Lekin hozir MD 700 soat qilib yetmaydi. 1,5 yil ichida aran 700 soatlar atrofiga yetdi. Buni 4000 soat qilish uchun yana nurg'un vaqt ketadi. Lekin yana buning talabi bo'lsa, cho'qim 12 oyning ichida 4000 soat qilish kerak. Shunga men yana davomli ishlayapman. Meniki farzimda balkim bu yerga menga yetmasligim mumkin. Lekin men uchun hamma ishni biz pul uchun qilmaymiz. Biz pul topmasakmi, qilishga tegishli nurg'un ishimiz bor. Mesela meniki shu videolarimdan foydalanib, bizniki qarindoshlarimiz ozroq savoq erisha olsa, mayli iqtisod bo'lamdi yoki boshqa bilimlar bo'lamdi, bir qadam oldiga ilgarilarsa, butun millatimizningki bir cho'ng qadami bo'lishi mumkin. Ham bundan men o'zimmi shunday yaxshi ko'raman, video ishlashni, bundan nurg'un texnikalarni o'rganib oldim. Videoni kesib ishlaydigan u bu. Ham men uchun hozirgi davrdagi olamlarda hammasidan mushtaq bir media manbasi bo'lish kerak. Ham ba'zan qarindoshlar so'rabdi, sen boshqa tilda ishlab baqsan bo'lamdi, ingliz tilini yaxshiga, unda ishlasang balkim texnik jiqroq pul topa olishing mumkin deb tavsiya qilaman. Balkim undan nurg'un pul topa olishing mumkin, lekin u men uchun ancha ahamiyatli bo'lmasligi mumkin. Chunki biz ham ishlarni pul uchun qilmaymiz. Pul uchun qilmasakmi, nurg'un o'zimizning qiymatini yarata oladigan, o'zimizni xushal qila oladigan nurg'un ishlar bor. Sizlarning agar mening videolarimni davomli yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, boshqalarga yana tavsiya qilib qo'ying. Agar yaxshi ko'rmagan yerlaringiz bo'lsa, ya bo'lsa men ilgilansam bo'ladigan yerlar bo'lsa, shunda taklif fikrlaringizni qo'rqmay menga yo ostiga so'z qoldirib, yoki bo'lmasa Facebookda, Instagramda menga ayrim gap qilib so'z qoldirsanglar bo'ldi. U meniki kanalimning ilgilishiga shunda cho'ng foydasi bo'lib qoldi. Agar kelgusida bir kuni men shu kanalimdan pul tepib qolsam, bu xabarni cho'qim sizlarga yetkazaman. Unda sizga bir şey olsun. Allah'a emanet.